Assalomu alaykum. Men Toshkent shahridan keldim. Shu Chimyon koinot kapsar olami sihatgohiga. Mana bugun 3-kun. Yaxshi. Pechenalari hammasi yaxshi. Xodimlariyam, qizlar, hamma doktorlari, bizlarni kutib olgan qizlar ham hammasi shirin so'z, yaxshi muomalada bo'lishdi. Lichenalari yaxshi hammasi. Mani mana oyog'im og'rirdi. Keyin osteoxondroz bo'ynimda. Shular hammasi yaxshi ta'sir qilyapti. Hozircha yaxshi bizda. Kelganimizdan beri hamma yoq yaxshi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Ovqatlari ham hammasi yaxshi. Ovqatlari ham 3 mahal ovqat, asabli, salatlar hammasi yaxshi. Juda shirin. Baraka topsin. Qo'li shirin oshpazlarga, hammaliga. Sizlar ham kelinglar.